Tün bayan her tunda bayan, tün bayan ang samimi, dildan bayan. Keşliğiniz xayrlik bo'lsin azizim. Aram kunlaringiz qandaqroq o'tyapti? Zerikishlik his qilyapsiz. Amsa tün bayanimizni anglang. Balkim zerikishlik tuyg'ungiz az to'la bo'lsa-mu, besiqib qelishi mumkin. Men Gülara Sadar. Sizdan bir narsani so'rag'im kelyapti. Sukutga qanday qaraysiz? Uzundan beri to'r dunyosida bunday bir jumla gap bak moda bo'ldi. So'zda bir ma'no bo'lsa, sukutda ming ma'no. Men shunday qarayman. Sukut o'zini ham o'zgini ozod qiluvchidir. Bu tunda siz uchun vaqt salonidan ilingan amdiki umringizda sukut qilishni o'rganib oling nomli yozmani ilib keldim. Meningcha ko'nglingizga cho'qim yoqdi. Bilib bilmay hayotimning yerimi o'tdi. Nurg'un ishlarni beshimdan kechirgandan keyin asta-asta sukut qilishdek bu xil farosatni o'rganib oldim. Nurg'un haq-nohaqlarni ko'rib, jahonning issiq sovuqini tetigandan keyin bag'an seri jimjitlikni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim. Sukut qilish mohiyatda o'ziga baxt tilaganlik. Shundaqla jahon g'avg'olari ichidagi bir xil eg'ir besiqlik bo'lib hisoblandi. Sukut qudratli kuchga ega bo'lib, u minglarcha so'z iboratidan ustun turdi. Biling, lekin demang. Jahondorchilikda bilganlarining hammasini eg'izda oshkorlamaslik kerak. Bu bir xil zo'r aql farosatdir. Amerikalik dangliq yozuvchi Ernest Hemingway biz 2 yilda gap qilishni o'rgandik, biroq 60 yilda zuvonimizni yig'ishni o'rganamiz degan edi. Nurg'un ishlarni o'zingiz ko'nglingizda bilsangizla bo'ldi. Ba'zi ishlarni ko'rib, bilibli qo'yg'uluq, biroq oshkorlab yuziga solmaslik kerak. Har qanday ishda boshqalarga ozroq imkoniyat qoldirish, shundaqla o'ziga bir oz bo'shliq qoldirish kerak. Bu bir xil yaxshi niyat bo'lib qolmasdan yana esillikning namoyandisidir. Boshqalar bilan gap takallashmang. Bir eg'iz gapdan qilishni biling. Boshqalarning kayindan o'shiq-to'shiq gap topadigan ishni texmi qilmang azizim. Bu dunyoda shamol o'tishmaydigan tam yo'q. Shunga gap so'zda yanada ehtiyotjonroq bo'lganingiz yaxshi. Ko'ngillar deydi-ku. Kunduzi gap qilsang atrofingga boq, kechsi gap qilsang quloqni quloqqa yoq, to'ttamning qo'lqa botib. Dal mushu. Gap so'zingiz loyiqida bo'lsin. Hargizmi eg'izingizni ishtiq qilib, boshqalarga-mu, o'zingizga-mu azor beradigan ishni qilmang. Ba'zida bir eg'iz ortiq so'zmi kishini o'ng'aysizlantirib, oraga sovuqchilik selib qo'ydi. Shundaqli so'zligichining o'zini o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Muvofiq paytdagi sukut, ziddiyat va o'ng'aysiz ahvolni iz qoldirmay hal qilib, kayfiyatni pasaytirdi. Shundaqla qalblarni bahordek illiqlikka cho'mdirdi. Har qanday vaqtda o'zingizga va boshqalarga belgilik imkoniyat va o'zaro sukut qilg'idek bo'shliq qoldiring. G'azablanish va azor berishni azaytib, tushunish va kang qo'rsaqlikni ko'paytganda, ondan uzoqcha izzat hurmatga erishgili o'zaro bir-biridan so'qlang'ili bo'ladi. Ilgari tushunmaganlaringizni keyin tushunasiz. Kichik vaqtingizda tushunmaganlaringizni cho'ng bo'lganda tushunasiz. Cho'ng bo'lgandami tushunmaganlaringizni qiyirganda tushunasiz. Boshqalarni o'zining yaxshi ko'radigan usul bilan erkin mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'yish va boshqalarni tushunish amaliyotda o'zni tushunganlikdir. Jimjit o'ltirib, ko'proq o'zingiz ustida o'ylaning. Quruq gap setib, boshqalarning aybini ochmang. Agar bir odam doim ko'nglini to'xtatib chunqur o'yga passa, o'zining yetarsizligi ustida o'ylanib, haq-nohaq ustida mulohiza qilmasa, shay'larning mohiyatini tunib yetgandan keyin mehr shafqatlik, muloyim qalbini saqlab qolsa, u hamon bir kuni o'zini haqiqiy qabul qila oladi. Boshqalarni sig'dira oladi. Anglang azizim. Sukut qilish bir xil fazilatdir. Hamma odamning sizni tushunishidan umid kutmang. Sizningmi hamma odamni tushunishingiz behojat. Poyoni yo'q bu dunyoda biz har xil odamlarga uchraymiz.
Aman ba'zilar sizni kəs-kəmməs ayıblaydı. Ağzıga kelgancha u bu deb baqdi. O'zining o'lchimi bo'yicha sizga qaraydi. Undaqlardan tushunish talab qilmang. Ular bilan tang bo'lmasangizmi bo'ladi. Qandaqli bo'lmasin, har bir odamning o'yi va yuksakligi o'xshash bo'lmaydi. Siz faqat o'zingizning nima qilayotganligingizni bilsangizlar, vijdoningizga yuz kelalarsangizlar bo'ldi. Botirlik bilan o'z yo'lingizda mening unda quruq gaplarni qaytingizga ammang. Boshqalarning xato tushunishi va mulohazasiga yo'liqqanda gap so'zlar orqali radiya berish xunuklik. Harakat eng kuchli isbot bo'lib hisoblandi. Siz sukutni o'zingizni oqlashning o'rniga dastib, jasorat bilan olg'a ilgirlang. Hamma ishqa vaqt o'zi to'g'ri hukm chiqardi. Boshqalar bilan behuda talash-tartish qilib o'zingizni ufirtib yurmang. Xushallik va qayg'uning hammasini ichingizda biling. Jahondorchilikda sal ishmijazrak bo'lib, shon-sharaf va or-nomus oldida salmoq bo'lishni, o'zingizni tutib olishni biling. Avat shaharning shavqin-suranlari ichida turayotgan taqdirdimi, yanada qalbingizning jimjitligini izlab, ko'nglingiz aromiga tushadigan ruhiy manzilgohni izlang. Bu o'zlikning bir xil tavlanishi. Shundaqla odatdagi kishilar yeta oladigan yuksaklikdir. Cho'nglarning dunyosida sukut pishib yetilganlikning eng yaxshi isbotidir. Haqiqiy pishib yetilgan odam ziyoda ko'ranglab ketmaydi. Ish qilganda aldiraqsanlik qilmaydi. Undaqlarning kayfiyatimi ziyoda turaqsiz bo'lib ketmaydi. Gullar orasidagi kepinakdek yengildak odamlarga qaraganda, sukut qilishni bildigan odam o'zining ichki dunyosining tinchligiga bekrak ahamiyat berdi. Ular shavqin-suranlarga aralashgandan ko'ra, bir bo'lsa qalbni to'xtatib, jimjit o'ltirib, yaxshi kitobdan birini o'qiydi. Yoki bir piyola puraqliq choydan, bir yoqimli musiqidan huzur oladi va yoki xiyobon joylarda sayli qilib, jahonning go'zalligidan zavq oladi. Mushunda qilish orqali bir kishilik sukutni o'ziga qoldirib, birdamlik jimjitlikdan bahramon bo'lib, boshqa tinchligini cho'rib tashlab, ruhini poklab, o'zining dastlabki maqsadi haqida fikr yurgizadi. Shunga pishib yetilganlik yo'liga qadam tashlay desangiz, sukut qilishni va tamkinlikni o'rganib oling. Ko'zingizga sig'maydiganlarni va sizni ko'ziga sig'dirmaydiganlarni tamkinlik bilan qabul qiling. Barliq so'latmazliklar oldida o'zingizning aql parostini chiniqtirib, o'ntinsiz holda aql parosatning jawharini qabul qilib, oxirida ularni o'zingizning kishilik hayotidagi eng qimmatli kechirmishga va bilimga aylantiring. Diqqat qiling asisi. Davomi bor. Sukut qilish bir xil salmoqliqdir. Kimningmi yosh chaqlarida o'zini bilmay yengiltaklik qilgan chaqlari bo'lmagan. Biroq ushqur yillar bizdagi yoshlik qizg'inligini sovutadi. Kalendarning yirtilgan batlari bizni barbara kamsiz qilib qo'ydi. Beshingizning u yer bu yerlarda paydo bo'layotgan oqchashlarga, ko'z jiyaklaringizda paydo bo'layotgan jillarning iznolariga qarab, ilgirki o'zingizni aslaganingizda hozir sop hissiyat va oddiy, tinch, xotirjam turmushga borgan sari intildigan bo'lib kelayotganligingizni his qilamsiz. Ba'zilar so'ning pokizligi uningda g'aldi g'ashlarning bo'lmaganligida emas, balki uning sukut qilishni bilganligida deydi. Chunki har qancha laysumi uzun vaqt jim turg'izib tindirilsa, hamon pokiz suvga aylandi. Odam shuningga o'xshash bir mazgil jimjitlikqa cho'kkandala, ondan sukut qilishni o'rganalaydi. Yolg'iz, shavqin-surandan yiroq jimjitlik ichida tortgan azoblarni unutqilib bo'ladi. O'zini yo'qitib qo'yganlar jimjitlik ichidan hoshini topalaydi. Jimjitlik xatolik ustida o'yinish fursati ato qilib, zariqqan ko'ngillarga orom berdi. Sukut o ruhingizning yo'lanchigi. U sizga o'zingizning kayfiyati va tafakkurni cho'ktirishni, ruhingizni to'ldirishni o'rgatadi. O'zingizni qutqizish jarayonida sizda hammaga salmoqlik bilan parvosiz qaraydigan hissiyat paydo bo'ladi. Jo'ziching sukut qilish bir xil jahondorchilik falsafasi. Yaxshi foydalana olganda hatto bir xil san'at degan edi. Jimjitlik ichida esillikni yetildirish dal sukutning kuch-qudrati. Shundaqla o'zlikning mukammallishi bo'lib hisoblandi. Taqqa qarab beqing azizim. U azaldan o'zining egizligini tushuntirib yurmaydi. Biroq bu hargiz uning bulutlarga bosh tekkizishga ta'sir ko'rsatmaydi.
dengizga qarab beqing azizim. U azaldan o'zining chunqur poyonsizligini tushuntirib yurmaydi. Biroq bu hargiz uning hammani sig'dira oladigan teranligiga ta'sir yetkazolmaydi. Zeminga qarab beqing qadrlikim. U azaldan o'zining qilin mustahkamligini tushuntirib yurmaydi. Biroq bu hargiz uning ko'ksi qonining kengligiga ta'sir yetkazolmaydi. Azizim, bir jimjit o'rinda dunyoning g'avg'olarini ko'ring. Tashqi dunyoning turli kashli putlashlardan o'zingizni qochirib, har bir qitimliq sukut qilishni, o'zingizni tavlashning, qaytadan yangi hayotlikqa erishishning jarayoni deb biling. Sukut jarayonida o'zingiz bilan, qalbingiz bilan sirdashing. Sukutdagi go'zal damlardan huzur iling. Qalbingizning eng chunqur qatlamlaridagi sadoga quloq solib, jimjit holda yillarning sizga nimalarni o'rgatganligini aslang. Chus chashqunligingizni pastgo'yga tushirib, hammaga ozoda, jimjit ravishda yuzlaning. Azizim, asl niyatingizni unutmasangizlar, hamma ishni vujudga chiqara olasiz. Chunki tamkinlik va jimjitlikning manziliga yetsangiz, texmi go'zal manzillarni ko'ra olasiz deb bugungi tun bayonimni mush yerda yapmoqchiman. Hammamizga güzel sükutlik yarashsin. Mangular asadir. Xayrlik ketsin. Yaxshi tush ko'ring.